Bosh og'rig'i bilan bog'liq 4 ta mif. Assalomu alaykum. Men ismim Mavlonov Ma'ruf Mehriddinovich, nevrolog shifokor bo'laman. Birinchi mif bu bosh og'rib shifokorga murojaat qilgan bemorlarda cherpnoy davleniya deb tashxis qo'yish bu mif. Bosh og'riqqa sabab bo'ladigan 100 dan ortiq birlamchi bosh og'riq tashxislari bor. Ikkinchi mif. Agar shifokor sizni echo tekshiruvi yoki EG tekshiruvga yuborib, cherpnoy yoki qon aylanish buzilishi degan tashxis qo'yadigan bo'lsa, bu noto'g'ri. Sababi echo tekshiruvi butun dunyo bo'yicha MRT va MSKT tekshiruvlari chiqqandan so'ng ishlatilmaydi. EG tekshiruvi esa faqatgina epileptik holatlarni, epilepsiyani ko'rsatadigan tekshiruv hisoblanadi. Uchinchi mif. Agar shifokor sizga cherpnoy davleniyingiz bor ekan yoki bo'lmasam qon aylanishingiz yaxshi emas ekan deb bosh og'riq sababli statsionarga yotqizib davolamoqchi bo'lsa, bu noto'g'ri hisoblanadi. Sababi birlamchi bosh og'riq kasalliklar to'g'ri tashxis qo'yilganda bitta-ikkita tabletka bilan tuzalib ketadi. Va 4-mif, agar shifokor sizga birlamchi bosh og'rig'i tashxisi qo'yib turib, Cerebralizin, Activigin, Cortexin va shunga o'xshash dori vositalarini tavsiya qiladigan bo'lsa, bu noto'g'ri. Sababi bu dori vositalari butun dunyo bo'yicha isbotlangan tibbiyotda isbotini topmagan preparatlar hisoblanadi. Agar sizda surunkali bosh og'riqlar bo'lsa, nevrolog shifokorga murojaat qiling.